Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun siz bilan ko'pchiligimiz hayotimizda hech bo'lmasa bir marta his qiladigan holat haqida eslatib gapirib o'tmoqchiman. Bu qalbimizning, ko'nglimizning siqilishi, umidsizlik va ba'zan hayotimizda sodir bo'lgan voqealarning ma'nosini tushuna olmaslik hissidir. Ba'zan biz bir narsani juda xohlaymiz, bir ishga kirishni istaymiz va bir inson bilan baxtli bo'lishni xohlaymiz. Bir rejamiz amalga oshishini kutamiz. Kunlar, oylar, hatto yillar davomida bunga harakat qilamiz. Lekin kutilmaganda hammasi biz o'ylagandek bo'lmaydi. Shunda biz o'zimizga savol beramiz. Nega? Nima uchun aynan men? Alloh mening duolarimni eshitmadimi? Lekin ehtimol biz noto'g'ri tomondan qarayotgandirmiz. O'ylab ko'ring. Chunki ba'zan amalga oshmagan narsa ham Allohning sizga javobidir. Ba'zan yopilgan eshik ham rahmatdir. Ba'zan yo'qotish deb o'ylagan narsamiz aslida bizni katta zarar yoki qayg'udan saqlab qolgan bo'ladi. Biz faqat bugungi kunni ko'ramiz xolos. Alloh esa butun yo'limizni ko'radi. Biz bir qadamni qilamiz va bir qadamni bilamiz. Alloh esa manzilni, oxirini ham biladi. Shuning uchun hayotimizda sodir bo'layotgan har bir voqea, hatto bizga og'ir tuyulganlari ham behuda emas. Bilaman, buni ko'p joyda eshitasiz, psixologlar gapiradi. Lekin bir marta bo'lsa ham, balki aynan shu paytda sizga bu video kerakdir. Balki kimdir mana shu paytda sizni umidsizligingizni yerga urishingizga bir sababchidir. Har bir sinovda hikmat bor, buni unutmang. Har bir kechikishda sabab bor. Har bir yo'qotishda esa biz hali ko'rmayotgan bir yaxshilik yashiringan bo'lishi mumkin. Biz ko'pincha nasib deganda faqat qo'limizga kirgan narsalarni tushunamiz. Lekin haqiqat bundan ancha kengroq. Ba'zan olganimiz nasib bo'lsa, ba'zan ololmaganimiz ham nasibdir. Ba'zan yetib borgan manzilimiz nasib bo'lsa, ba'zan bizni boshqa yo'lga burib yuborgan holat ham nasibdir. Chunki Alloh taolo faqat beruvchi emas, balki himoya qiluvchidir ham. Biz esa ko'pincha himoyani yo'qotish deb qabul qilamiz. Bir eshik yopiladi va biz yig'laymiz. Xuddi dorixonaga kirgan bolachani tasavvur qiling. Ustidagi qutilari, rasmlari chiroyli bo'lgani uchun uni ber, buni ber deb masalan dorixona ishlovchisiga yig'lasa, uni beradimi? O'sha dorixona ishlovchisi bermaydi. Chunki biladiki, bu u bolaga zararli. U bolani himoya qilish uchun ham bermaydi. Ming qancha yig'lasa ham. Shunday emasmi? U bola ulg'aysin, o'ssin, qaysi biri unga foydali, kerakmi, kerakmasmi? Balki aslida dorilarga ehtiyoji yo'q, sog'lomdir. Va xullas shunga o'xshagan misollar. Bir inson hayotimizdan chiqib ketadi va biz qayg'uramiz. Bir rejamiz amalga oshmaydi va biz umidsizlikka tushamiz. Lekin oradan yillar o'tib ortga qaraganingizda ko'pincha shunday deymiz. Yaxshiyamki shunday bo'lgan ekan. Yaxshiyamki o'sha ish bo'lmagan ekan. Yaxshiyamki o'sha odamga turmushga chiqmagan ekanman. Yaxshiyamki Alloh meni boshqa yo'lga boshlagan ekan. Yaxshiyamki. Chunki vaqt o'tgach biz ilgari ko'ra olmagan hikmatlarni ko'ra boshlaymiz. Bugun siz qayg'urayotgan voqea balki ertaga sizning eng katta ne'matingizga sabab bo'lar. Bugun siz yo'qotdim deb o'ylayotgan narsa balki kelajakdagi katta baxtning eshigini ochayotgani bo'lar. Shuning uchun mu'min inson harakat qiladi, duo qiladi, mehnat qiladi. Ammo natijani Allohning hikmatiga topshirib qo'yadi. Chunki u biladi, men faqat xohlagan narsamni bilaman. Alloh esa menga nima foydali ekanligini biladi. Va ba'zan qalbimiz qabul qilmagan voqealarni vaqt kelib aqlimiz qabul qiladi. Keyin esa qalbimiz ham taskin topadi. Azizim, agar tarixga qarasak, Allohning eng buyuk bandalari ham hayotlarining ayrim davrlarida qiyinchilik, yolg'izlik va noaniqlikni boshdan kechirganlarini ko'ramiz. Ular ham ba'zan oldinda nima kutayotganini bilmaganlar. Masalan, Muso alayhissalomning hayotini eslaylik. Bir payt kelib u o'z yurtini tark etishga majbur bo'ladi. Ortida qolgan hayoti,
tanish joylari va odamlari bilan xayrlashadi. Ichdan u oldinda nima borligini bilmas edi. Qayerga borishini, qanday kelajak kutayotganini ham bilmas edi. Lekin Alloh bilardi. Muso alayhissalom bir joydan ketayotganini o'ylagan paytda aslida Alloh uni buyuk vazifaga tayyorlayotgan edi. U bir yo'lning tugaganini ko'rdi. Alloh esa yangi yo'lning boshlanishini ko'rdi. Hayotimizda ba'zan shunday bo'ladi. Ba'zi bir ishni yo'qotamiz. Ba'zan bir insondan ayrilamiz. Ba'zan rejamiz buziladi. Ba'zan qo'limizdagi narsa tortib olinadi va biz hamma narsa tugadi deb o'ylaymiz. Lekin ehtimol aynan o'sha voqea Alloh biz uchun tayyorlagan yangi bosqichning boshlanishidir. Ehtimol bugungi og'riq ertangi kuchimizga aylanadi. Ehtimol bugungi sinov ertangi muvaffaqiyatimizning poydevori bo'ladi. Shuning uchun inson faqat voqeaning bugungi ko'rinishiga qarab hukm chiqarmasligi kerak. Chunki hikoyaning oxirini faqat Alloh biladi. Aqlan siz ham buni bilasiz. Siz ham shu aytayotganlarim to'g'ri ekanligini bilasiz. Lekin voqeaning ichiga tushgan insongina ichidan nimalar kechayotganini biladi. Va hayotda eng oson narsa maslahat berishdir. Buni bilaman va buni tushunaman. Sizni ham aynan hozir shu paytda tushunayotgan uchun ham bu videoni bu yerda joylashga qaror qildim. Biz esa hali kitobning o'rtasidagi sahifalarda yashayapmiz. Va ehtimol bugun tushunmayotgan narsamiz ertaga hayotimizdagi eng katta hikmatlardan biri bo'lib chiqadi. Ehtimol bugun qalbingizga og'irlik bordir. Balki bir duongiz hali qabul bo'lmagandek tuyulayotgandir. Ehtimol siz kutgan eshik hali ochilmagandir. Lekin shuni unutmang. Alloh sizni unutmagan. Alloh sizni tark etmagan. Uni siz uchun albatta bir rejasi bordir. Va Alloh sizning hayotingizdagi birorta voqeani nazoratsiz qoldirmagan. Ba'zan biz javobni darhol olishni istaymiz. Ammo Alloh bizni nafaqat maqsadga, balki maqsadga tayyorlaydigan yo'lga ham olib boradi. Shuning uchun bugun qalbingizni bezovta qilayotgan voqeaga boshqa tomondan qarab ko'ring. Balki bu rad etilish emasdir, balki bu himoyadir. Balki bu kechikish emasdir, balki bu tayyorgarlikdir. Balki siz yo'qotdim deb o'ylayotgan narsangiz aslida sizni o'zingiz tasavvur ham qilmagan yaxshiliklarga va ne'matlarga olib borayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun umidingizni yo'qotmang. Harakat qilishdan to'xtamang. Duo qilishdan to'xtamang. Va eng muhimi Allohning hikmatiga ishonishni to'xtatmang. Ayni mana shu payt sizga hamma narsaning endi sizga Allohning ne'mati bo'lib kelishni boshlayotgan paytidir. Buni unutmang. Chunki hayot ortga qarab tushuniladi, lekin oldinga qarab yashaladi. Bir kun kelib siz ham ortga qaraysiz va shunday deysiz: men o'sha paytda tushunmagan ekanman. Alloh men uchun bundan ham yaxshirog'ini tayyorlab qo'ygan ekan. Va o'sha kuni qalbingiz bugungi barcha savollarga javob topadi. Qur'onda shunday bir ma'no bor. Siz bir narsani yoqtirmasligingiz mumkin, yo'qotishingiz mumkin. Holbuki unda siz uchun yoqtirmaganingizda yaxshilik bor, yoqtirganingizda esa zulm bordir. Va siz bir narsani juda yaxshi ko'rishingiz mumkin. Holbuki unda siz uchun zarar bordir. Alloh biladi, siz esa bilmaysiz. Chunki siz kitobni bugungi sahifasini bilasiz. Alloh taolo butun kitobni barchasini biladi. Bu oyatni bir necha bor o'qigan bo'lishingiz mumkin. Lekin ba'zan inson uni boshidan kechirganidan keyingina chin ma'noda tushunadi. Hayotimizda shunday voqealar bo'ladiki, biz ularga qarshi kurashamiz. Nega aynan men? Nega bu ish bo'lmadi? Nega bu inson hayotimdan ketdi? Nega bu imkoniyat qo'limdan chiqdi deb so'raymiz. Lekin yillar o'tib ortga qarab qarasak, aynan o'sha voqealar bizni bugungi inson qilib shakllantirganini ko'ramiz. Agar hamma istagimiz darhol amalga oshganida, ehtimol bugungi donolik bizda bo'lmas edi. Agar hamma eshiklar ochilganida, ehtimol biz noto'g'ri yo'llarga kirib ketgan bo'lardik. Agar hamma rejalarimiz ishlaganida, ehtimol Alloh biz uchun tayyorlagan yanada go'zal rejalarga yetib bormas edik. Shuning uchun ba'zan mo'jiza biror narsaning bo'lishida emas, ba'zan mo'jiza biror narsaning bo'lmay qolishidadir. Chunki inson faqat bugungi istaganini ko'radi. Alloh esa uning ertangi kunini, bir yil keyingi holatini,
hatto 10 yil keyingi va eng so'ng taqdirini ham biladi. Shu sababli ba'zan eng katta rahmat biz kutgan sovg'ada emas, balki Alloh bizni asrab qolgan yo'lda yashiringan bo'ladi. Va qalb bunga ishona boshlaganida qo'rquv, tushkunlik asta-sekin tavakkulga aylanadi. Tavakkul esa qalbga tinchlik olib kiradi. Keling, suhbatimizni bir duo bilan yakunlaylik. Ey olim Allohim, bu olamlarning yaratuvchisi, yagona Robbim, har narsaga qodir bo'lgan olim va qodir egam. Bizga foydali bo'lgan narsalarni nasib et. Biz foydali deb o'ylab, aslida zararli bo'lgan narsalardan bizni uzoq qil. Qalblarimizga sabr ber. Sinovlarimizda kuch ber. Yo'llarimizni oson qil. Tushunmagan paytlarimizda hikmatingga ishonishni nasib et. Yo'qotgan narsalarimiz uchun qalbimizga taskin ber. Bizni sen rozi bo'ladigan yo'llarga boshlagin va bir kun kelib ortga qaraganimizda hayotimizdagi har bir voqeaning ortida sening rahmating va hikmating borligini ko'ra oladigan bandalaringdan qilgin. Amin. Agar bugungi suhbat qalbingizdan oz bo'lsa ham taskin bergan bo'lsa qalbingizga, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Balki ayni paytda, aynan mana shu payt kimningdir qalbi aynan shu so'zlarga muhtojdir. Alloh panohida bo'ling.